Assalomu alaykum. Geometriyadan ikkinchi mavzuyimiz uchburchakda burchaklar mavzusi. Demak, birinchi qoidasidan boshlaymiz. Birinchi qoida. Uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 gradus bo'ladi. Bunga boshqa tushuntirish ham shart emas, misollar ishlaymiz. Birinchi misol. Demak, shu 180 ligidan kelib chiqamiz. Birinchi mana bu B burchakni beta deb olaman. Uchburchakda ichki burchaklari yig'indisi formulasiga ko'ra beta qo'shilgan 80 qo'shilgan 40 teng bo'lishi kerak 180 gradusga. Demak, beta teng ekan 180 ayrilgan 80 ga 40 qo'shsa 120. Demak, beta teng ekan 60 gradusga. Mana demak, betani topib oldik. Biz alfani topishimiz kerak. Yana bir marta shu uchburchak ichki burchaklari yig'indisini qo'llaymiz formulani. Demak, beta plus alfa plus 20 ham yana yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Bu yerda beta 60 ekan, demak alfa qo'shilgan 60 20 qo'shsam 80 bo'ladi. Teng 180. Bundan alfani topsam 180 dan 80 ayrsam 100 bo'ladi. 100 gradus ekan. Ikkinchisiga o'tamiz. 90 gradus ekan bitta burchagi S burchak. Demak, alfa qo'shilgan 40 graduslik B burchagimiz va A burchagimiz 30 gradusni yig'indisi yana 90 ni berish kerak. Jami 180 bo'lishi uchun. Demak, shundan foydalanadigan bo'lsak, alfa qo'shilgan 70 teng 90, alfa teng 20 ekanligi kelib chiqadi. Uchinchi misol. Bu ham juda ham qiziq misol. Qarang, mana burchak topib olaman. Buni beta deb olaman. Beta qo'shilgan 40 gradus teng bo'lishi kerak 90 ga. Nimaga? Chunki 3-burchak 90 da. Jami 3 burchakda ichki burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lishi uchun bitta burchagi 90 bo'lsa, mana burchak. Qolgan ikkita burchagning yig'indisi yana 90 bo'lishi kerak. Demak, bundan betani topsam 50 gradus ekan. Mana shu betani topib oldik. Endi A, B, Y uchburchak uchun ham yana qo'llaydigan bo'lsak, bu narsani 30 qo'shilgan alfa qo'shilgan betamiz 50 yig'indisi teng bo'lishi kerak 90 gradusga. Buni alfani topadigan bo'lsak, 90 minus 30 ga 50 80 bo'ladi. 10 ekan. Demak, alfa ning qiymati 10 gradus ekan. Bo'ldi, shu bilan birinchi qoidamiz tugadi. Ikkinchi qoidaga o'tib ketaveramiz. Ikkinchi qoida. Uchburchakning bittadan olingan tashqi burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng bo'ladi. Bittadan olingan tashqi burchaklari yig'indisi. Bu o'z nimadan kelib chiqqan? Qarang. Mana bu B, bu A, bu S. Tashqi burchaklari esa A', B', S' bo'lsa, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi 180 edi-ku. Endi bu yerda A burchakni tashqi burchagi orqali ifodalasak 180 minus A bo'ladimi? B esa 180 minus B shtrix A shtrix bo'ladimi? S esa 180 minus S shtrix bo'ladimi? Shu teng 180. 180 dan bittasi qisqarib ketsa, A shtrix, B shtrix, S shtrix minusliklarini narigi tomonga o'tkazsam, A shtrix qo'shilgan B shtrix qo'shilgan S shtrix teng bo'lib qoladi. Ikkita 180 yig'indisi 360 ga. Mana formula qayerdan kelib chiqqan? Tushundingizmi? Tushunishingiz uchun yozdim faqat. Misollarga o'tamiz. Birinchi misol. Bo'ldi, formulaga qo'yadigan bo'lsak, alfa qo'shilgan 100 qo'shilgan 140 teng bo'lishi kerak 360 gradusga. Demak, alfa teng ekan 360 gradus ayrilgan 100 ga 140 qo'shsa 240 gradus bo'ladi. Buni alfani topsak 120 gradus ekan. Ikkinchi misol. Bunda ham demak, bittadan olingan tashqi burchaklari yig'indisi 3x minus 20 x plus 5 va x ekan. Bularning yig'indisi 360 gradus berish kerak. Demak, 3x ga x ni qo'shib yana x ni qo'shadigan bo'lsak 5x bo'ladi bu. Va minus 20 plus 5 minus 15 ni beradi. Teng 360. Demak,
5x teng ekan 15 ga 360 ni qo'shsak 375 bo'ladi va x teng bo'lar ekan 7 tadan 2 tadan 75 ekan. 5 tadan deganim 75 gradus ekan. Mana bo'ldi. Shuni so'ragan ekan. Keyingisiga o'tamiz. 3-misol. Demak, mana bu burchakni hozir 180 minus alfa deb olaman. Demak, 100 gradus qo'shilgan 180 minus alfa qo'shilgan 150 teng bo'lishi kerak 360 gradusga. Demak, alfa teng ekan 100 ga 180 ni qo'shsam 280, 150 ni ham qo'shadigan bo'lsam 380 430 bo'ladi. Shuni ayirishim kerak 360 gradus. Bu teng bo'ladi 70 gradus. Mana javobimiz chiqdi. Bo'ldi, shu bilan birinchi, ikkinchi qoidamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, sog' bo'ling.